Nabijon Boqiy Qizil toshbo'ron. Qatlnoma asari orqali kitobxonlar qalbida joy olgan yozuvchi va publitsist Nabijon Boqiyning mazkur asari 20-asr jamoatchiligida turli qarashlar uyg'otgan fidokor jadidlar harakati namoyandalari sifatida o'z o'rniga ega bo'lgan shaxs Hamza Hakimzoda Niyoziy hayotini qamrab olgan salmoqli hujjatli roman hisoblanadi. Hamzaning 1889-yildan 1929-yilgacha davom etgan 40 yillik hayotidan hikoya qiladi. Tarjimon holdan tortib ijodiy faoliyati, siyosiy qarashlari va yillar davomida ko'p sonli kitobxonlarni katta so'roqqa ro'baro qilgan qatl sabablari barchasi mazkur qizil toshbo'ron ostida yashirilgan.